Xotin bo'larish bo'ldi. Operatsiya bo'lganiga 1 oy bo'ldi. Ishga chiqmasang bo'lmaydi, uyda o'tirib zerikib qolyapsan. Ustimdan kulyapsizsiz? Bu ahvolimda qanaqa qilib ishga boraman? Bundan buyog'iga ayolingiz boshqa kasalliklar orttirib olmasligi uchun nimadir bilan chalg'itish kerak. Men senga ishonaman, xotin sen ayblaysan. Men o'zim seni har kuni ishga olib borib kelaman. Nohaq azoblardan qiynaldi jonim, ko'klarga tutashdi xufig'onim, qaram turbulutlar zoru afg'onim, muncha arzon bo'ldi. Endi men ishdan bo'shalmayapman, ertadan ishga avtobusda borib kelasan. Xotin, men shu g'atir-budir yo'lda sana uchun qildirdim. Shu yo'l bo'ylab bekatdan avtobusga chiqib ishxonangga yetib olasan. Yorimga ayladim jonimni fido. Dadasi, pul topib berib yuboring, serialim boshlandi, ko'rib olay. Xotin, Singlim sizga juda havasim keladi-da. Menga nimaga havasingiz keladi? Siz har doim bitta bekatdan chiqasiz. Arkasidan bir oyog'i yo'q erkak chiqib sizni ishxonangizgacha kuzatib keladi. Mo'min aka, ko'nglim g'ash. Menga biror nima bo'lsa, meni tashlab ketasizmi? nima bo'lgan